bizga taklif chiqdi Davron Kabulovdan Sitora guruhi bilan birgalikda duet aytib bera olasizmi deb. Albatta aytib bera olamiz. Bu bizning orzuyimiz bo'lgan bir paytlar. Yoshligimda Sitora guruhini katta muxlisi bo'lganman, fanati bo'lganman. Ayniqsa meni xonamga kirsangiz hamma yoqda plakat, Sitora guruhi plakatim. Shuning uchun mana orzular ushaladi degan narsa bor. Yaxshi niyat yarim mol. Shuning uchun mana bugun shunaqa paytlar kelgan ekan, nasib qilgan ekan Sitora guruhi bilan birgalikda duet aytdik. Bundan keyin boshqa yangi Sitora guruhi bilan duet chiqarish niyatingiz bormi? Конечно, biz albatta rad etmaymiz, xursand bo'lamiz. Konsert o'zi birinchi kuni qanaqa bo'ldi kecha? Juda zo'r. Muxlislar shunaqa iliq kutib olishdi bizani, kattakon rahmat. Bugun ham sizga omad tilab qolamiz. Спасибо большое, спасибо. Salomat bo'linglar. Sizlarni ichdan yaxshi ko'ramiz. Sitora guruhiga alohida katta rahmat. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Seviyorum. Спасибо, Munisa.